Oddiy grafik chizamiz va nega yorug'lik tezligiga chiqsangiz, vaqt to'xtashini animatsiya bilan ko'rsatib beraman sizlarga. Tepaga qaragan chiziq vaqtni tezligini anglatadi. O'ngga qarab ketgan chiziq fazoda harakatlanish tezligini anglatadi. Endi qarang, borliq shunday tuzilganki, siz uni ichida albatta harakatda bo'lasiz. Boshqasining ilojisi yo'q. Odam bo'lsangiz ham, hayvon bo'lsangiz ham, tosh bo'lsangiz ham. Masalan, siz hech nima qilmasdan texnoplovni ko'rib o'tirgan bo'lsangiz ham, siz fazo bo'yicha qimirlamaysiz, ammo vaqt bo'yicha tepaga qimirlaysiz baribir. Chunki vaqt baribir o'tyapti-ku, to'g'rimi? Endi mana siz o'tiribsiz, 1 soat o'tdi. Siz shu 1 soatni faqat 30 daqiqasini yoki 40 daqiqasini yashab bera olmaysiz-ku, to'g'rimi? Siz mana shu 1 soatni 1 soatda yashab berasiz. Mana shu vaqt tezligi deyiladi va u yorug'lik tezligiga teng. Biz uni hozir c deb olamiz. Ammo agarda siz o'rningizdan turib, juda tez ucha oladigan kosmik kemaga o'tirib uchib ketsangiz, siz fazoda ham tezlanishni boshlaysiz. Ya'ni A nuqtadan B nuqtaga ma'lum tezlikda uchasiz. Va mana shunda grafikimizdagi 4-tezlik degan vektor qiyshayishni boshlaydi. U ana o'sha c ga teng va shuning uchun bu vektor cho'zilmaydi va kaltalashmaydi. Ahamiyat bering, sizni fazoda harakatlanishingiz tezligi oshishi bilan mana shu 4-tezlik pastga burilishni boshlaydi va vaqtni tezligi kamayib borishni boshlaydi. Oxir-oqibat siz kemangizda yorug'lik tezligigacha yetib borsangiz, qaranglar, vaqt tezligi siz uchun 0 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni u siz uchun to'xtaydi.